Do'stlar, kecha kechki ovqatda biz juda samimiy o'tirdik. Qizlar o'zlarining yangi qirralarini ko'rsatishdi. Qizlarning umidga to'la tabassumlari, ularning ajoyib insonlar ekanliklarini ko'rsatdi. Menimcha, ular o'z ustida ishlayotgan, rivojlanayotgan va boshqalarga ham shuni tilayotgan ayollar davrasida bo'lishdan mamnun bo'lishdi. Что не отказали нам. Почему я должна Пришли. сказать? Да, это наша участница Нилюфар, дочка. Да, у нее 3 детей, а младшего не смогла оставить, потому что она грудная совсем. Ей только 8 месяцев, 8. Demak, qizlar, bu inson esa Umid Abdullayeva, psixoterapevt, psixolog va coach. Ayolning baxti albatta bu ichki xotirjamlikka bog'liq. Shu insonni men aynan o'zim taklif qilganman shu proyektga, chunki men xohlagan edim va albatta niyatga yetdim. Xush kelibsiz, Umid aka. Rahmat, menga ham juda ham qiziq bu proyekt. O'zim ham rosa qiziqdim. Нас учат, выбирать себя – это плохо. Надо выбирать других. Да. Вот знаете, Это неправильно. менталитет у нас, да, это самая большая ошибка. Сопротивляется ваша малышка, которая не хочет меняться. Ей выгодно оставаться такой. Я просто выбрала себя, и я сделала самый правильный шаг в своей жизни. Это для вас шанс действительно поменяться. Не упустите. Do'stlar, biz endigina boshladik, lekin ayollarga o'zi va eri uchun qiziqarli bo'lishga nima xalaqit berayotganini aniq ko'rdik. Hayoting xuddi tumandagidek o'tadi. Har kun oqim bo'ylab suzaverasan. Hatto bu og'ir bo'lganda bo'lsa ham shunday bo'lishi kerak deb o'ylaysan. Aytgancha, biz qaysi A nuqtadan boshlab B nuqtaga yetish kerakligini aniqladik. Endi butun mamlakat oldida ularning maqsadini aniqlab beramiz, do'stlar. Tayyormisiz?